Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Zo'rmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ism O'lmas. O'lmas aka Urgutdan, ha? Urgutdan. Gap yo'q. Siz o'zi akfachimi? Bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Katta rahmat. Nega ismini aytmang aka? Nega? Shunday. Rahmat akajon, mana akfalar keldi. Qo'yib ketibsizlar mana. Kecha o'zim bo'lmay qoldim. Otangizga rahmat, boringizga shukr akajon. Mana banini fortichkalarigacha berib chiqib olib kelibsiz. Gap yo'q. Samarqand Urgutdan. Aka rahmat. Rahmat sizga, charchamang. Xo'p. Aka aloqada, yana qilamiz. Xo'p, rahmat akajon. Shoir opa, xursandmisiz? Xursandman, juda xursandman. Hamma eshigingiz, ana oldingi uyingizda eshigi oshiq-moshiqlar ko'chib tushib qolaman deb turuvdi. Haya. Hamma eshingiz, baningiznikigacha mana akfadan bo'lyapti. Shunday chiroyli kelganiga, shunday quvondim, xursand bo'lganimdan, shunday xursandchiligimda cheki yo'qdan yana. Oynalarda qarang, oynalari ham ikkitalik qilibdi. Samarqand. O, Samarqand! Urgutliklar, rahmat. Borlaringizga ham shukr. O'lmas akamizni duo qilib qo'yasizlar. Aziz obunachilarimiz, mana bizni jannatdan bir qasr deb qurilayotgan uyimizni mana hamma eshik derazalarini mana ikki tabaqali bu katta o'rtaga kirishgan, narigi отдельно и baniga ham, undan tashqari mana fortichkalarigacha jo'natib yubordi. Bu yoqda esa mana tom qismini mana straplalarini terib boshlab yuborgan. Bugun 16-avgust mana shu jannatdan bir qasr deb qurilayotgan uyimizni qurilishini boshlangan kunga naq ro'parasa 14 kun bo'ldi o'rtoqlar. Xudo xohlasa kuzatib turing. Bir haftaning ichida yana qanaqangi o'zgarishlar bo'lib ketishini siz bilan birgalikda tomosha qilamiz, siz bilan birgalikda qilamiz o'rtoqlar. Borlaringizga ham shukr. Sizlarni yaxshi ko'raman. Ilohim. Sotganlariga ilohim baraka bersin, Allohim. Allohu akbar. Ey yashang. Mana shu uylarda to'ylar bo'lsin.